hattoki ajrashib ketgan bo'lsalar ham, oila ayol bilan davom etmayotgan bo'lsa ham, ota qiyomat kuni farzandidan so'ralamiz shunday holatdan. Bir g'alati holatni ko'rib, ajib deysiz, kuni kecha alimentini to'lamagan ota ko'rpani tagidan chiqib keldi, podulni tagidan chiqib keldi deydi. Mana shu holatlar bugun oralarimizda kimlardir. Bu men qalbdan, o'zimni ichimdan chiqib gapiryapman. Bu mavzuda yo'q bu narsa. Bolada aybi yo'q. Oddiy o'g'il bolacha xalq tilida aytganda, jaydari tilida aytganda bolada aybi yo'q. Uni haqqini berib qo'ying sizlar. Ertaga kundan kun belingizdan quvvat, ko'zingizdan nur ketayotganda, shunday bola ko'zingizga tushganda, ha, otam ajoyib, otam baribir onam bilan hayoti bo'lmagan bo'lsa, bu o'zini ishi-ku, lekin meni xabar olib turardi desin. Mana shu ish haqiqiy erkakning, mardning ishi bo'ladi.